Muxdin aka mashinasini olib qochib ketaman deb shunday kelsam. Xullas, birinchi yo'qadigan tugmasini qidirdim men bu uyga. Keyin ularning eshikni ochaman deb oldi 5 minut o'tirdim. Ha bo'ldi, eshikni bir bola ochdim aka, ochib yuboring, kiyingizni qo'yib qo'yaman deb bir bola ochganimdan keyin mechgari o'zida bo'lmasa bu yonmaykan. Yonmayapti bu borku. Qartasan qishloqligiga to'rtasan degan rostda, lekin zo'r mashina bor. Yo'qda o'g'irlaydigan nimalar bor ekan, barga qaraylik.